Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida xonanda Zohirshoh Jo'rayev ilk bor onasi haqida ma'lumot berdi. Munisa Rizayeva 15 daqiqada qancha pul topishini ko'rib qo'ying. Endi shular haqida batafsil. Xonanda Zohirshoh Jo'rayev ilk bor onasi haqida so'zlab berdi. Onam haqida gapirsam bu ko'rsatuv yetmaydi. Biz doim otam deganimizga onam ko'zga ko'rinmagan. Lekin men bir narsani aytaman. Bizning shu darajaga kelishimizga Sherali Jo'rayevning nomi bo'lsa, onamning mehnati ketgan deydi xonanda. Munisa Rizayevaning muxlislaridan biri uning Toshkent shahridagi birrov xizmati narxi bilan tanishdi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda poytaxt to'ylarida 4 ta qo'shiq kuylab berishi uchun $1,500 oladi. Bitta qo'shiqning taxminan 3-4 daqiqa davom etishi hisobga olinsa, xonanda bu pulni 12-15 daqiqada topadi deyilgan xabarda.